Albatta rizq topish, kasbi kor, mehnat qilishlik bu ulug' bir fazilat. Mehnatkashlik bu fazilat azizlar. Innalloha yuhibbul mu'minal muhtarif. Alloh hunarli, mehnatkash mo'minni yaxshi ko'radi. Hunarli mo'minni yaxshi ko'radi. Mehnatkashlikni o'rgataylik. Mehnatkash yigitda kibr bo'lmaydi. Mehnatkash yigitda hasad bo'lmaydi. O'rtoqlaringiz ichida o'tirganda bir razm soling. Mehnatkash yigitda g'iybat bo'lmaydi. Birovni g'iybat qilmaydi. Hasad bo'lmaydi. Birov bir narsaga erishsa, endi harakat qilgan, mehnat qilgan, o'zi to'g'ri halol yigit Alloh bergan deydi. Mehnatkash odam tanbal, birovdan ta'ma qilmaydi. Birovga ta'ma, birovdan umid qilmaydi.